Oyoqlarning shishi odatiy holat bo'lib, sizni bezovta qilmas. Ayniqsa siz ish jarayonida ko'p tursangiz yoki ko'p yursangiz. Ammo shish tez-tez uchrab tursa va boshqa alomatlar bilan birga ketsa, bu sog'liq bilan bog'liq jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Salom hammaga, men doktor Hasanov. Bugungi videoda biz oyoq shishiga nimalar olib kelishi mumkin va qisman uni qanday hal qilish mumkinligi to'g'risida gaplashib o'tamiz. Kanalga obuna bo'ling va albatta shu videoga ham like bosish esingizdan chiqmasin. Oyoq shishiga bir qancha sabablar bor va buni siz albatta o'zingizning oilaviy shifokoringiz bilan maslahatlashib ish ko'rishingiz kerak. Umuman olganda oyoq shishiga odatda ikkita narsa olib keladi. Bu yoki suv yig'ilishi oqibatida yuzaga keladi yoki yallig'lanish sabab bo'ladi. Shunday qilib, suv yig'ilishidan boshlasak, bunga olib keladigan sabab vena va limfa tizimining muammosi bilan bog'liq, qolaversa buyrak muammosi ham. Venozli yetishmovchilikda suvning yig'ilishi bilan kechadigan oyoq shishi eng ko'p tarqalgan sabablardan biri va aynan u venoz yetishmovchiligining dastlabki alomati hisoblanadi. U 40% ayollarda va 20% erkaklarda uchraydi. Qon yurak yordamida tanamizning pastki oyoq qismigacha oqib boradi. Albatta, arteriya qon tomirlari orqali. Oyoqlardan esa qon orqaga vena qon tomiri bo'ylab yuqoriga, ya'ni yurakka qaytadi. Normada bizning qon aylanish tizimimiz shunday. Endi vena qon tomiri odatiy tarzda ishlamasa, venadagi suyuqlik, ya'ni qon tomir bo'ylab yetarli darajada ko'tarilmaydi. Odatda vena qon tomirida kichik klapanlar mavjud va bular suyuqlikning yuqoriga ko'tarilishiga yordam beradi. Klapanlarning ishdan chiqishi suyuqlikning oyoqning pastki qismida yig'ilishiga sabab bo'ladi. Bu yerda yana yerning tortishish kuchi ham katta rol o'ynaydi. Shu sababli ham suyuqlikning pastdan yuqoriga harakatlanishi qiyinlashadi. Ayniqsa bunday mahal. Suyuqlik oyoqlarning yumshoq to'qimalarida, ayniqsa pastki qismida ko'proq yig'ilishi sizda shishni yuzaga keltiradi. Keyinchalik surunkali venoz yetishmovchiligi terining o'zgarishiga olib keladi. Kimdadir terining rangi jigar rang yoki qizil ko'kish rangga kirishi mumkin. Bundan ham jiddiy muammo teri yaralarining yuzaga kelishi hisoblanadi. Bu yaralar surunkali tus olishi natijasida va infeksiyani rivojlanishiga yaxshi sharoit bo'lgani sababli davolash uzoqqa cho'ziladi. Shu sababli bunday holatni yuzaga kelishini oldini olish uchun maxsus kompression cho'lklar va elastik bintlar ishlatiladi. Ular vena qon tomirining ishini yaxshilashga yordam beradi va suyuqlikni yig'ilib qolishini oldini oladi. Limfedema ham yana bir sabab oyoq shishiga olib kelishiga. U xuddi vena qon tomiri kabi muammoni yuzaga keltiradi. Aytganimizdek, arteriya qon tomiri bo'ylab qon oyoqlarga keladi va vena qon tomiri bo'ylab qon yurakka qaytadi. Lekin suyuqlikning kamgina qismi limfa tomiri bo'ylab yurakka tashiladi. Limfa tiniqroq suyuqlik bo'lib, u limfa tomirlar bo'ylab limfa tizimi tarmog'i orqali yuqoriga harakatlanadi. Shunday qilib, venozli yetishmovchilik bu vena qon tomiri ishining buzilishidan sodir bo'ladi. Limfa tizimining ishi buzilganda esa limfedema yuzaga keladi. Buni yana limfastoz deb ham atashadi. Shish qanday qilib yuzaga keladi? Limfa tizimida limfa tugunlari bor. U limfa suyuqligini yot jismlardan filtrlaydi. Mana masalan bakteriyalardan. Qachonki limfa tizimida muammo yuzaga kelsa, limfa suyuqligining oqimi to'xtab qoladi. Yana yaralar ham yuzaga keladi. Bunday vaqtda limfa tizimining muammosi bilan shug'ullanmasdan turib va ularni to'liq davolamasdan turib, siz butunlay yuzaga kelgan yaralarni yaxshilay olmaysiz. Chunki bakteriyalarning ko'payishi uchun bu ajoyib joy hisoblanadi. Limfedema irsiy ham bo'lishi mumkin. Undan tashqari saratonga qarshi radioterapiyadan keyin ham yuzaga kelish ehtimollari bor. Buyrak yetishmovchiligida va buyrakning bir qancha kasalliklarida ham oyoq tashishlar yuzaga keladi. Aslida uning ishi qondagi chiqindilarni filtrlab, tanamizni zararli moddalardan xalos qilish va bu uning asosiy ishi hisoblanadi. Agarda ular o'z ishini to'liq bajarmasa, natijada tanamizda suyuqlik yig'ila boshlaydi. Mana masalan, protein uriyani olsak. Bu peshobda oqsil moddasining ko'pligi bilan izohlanadi. Buyrakning noto'g'ri ishlashi natijasida buyrak haddan ziyod ko'p oqsilni tanangizdan chiqarib yuboradi. Ayniqsa albuminni. Albumin bu ham oqsil. Uning qon tarkibida bo'lishi juda muhim. U bizga qondagi osmotik bosimni normada
ta'minlashga yordam beradi. Bir so'z bilan aytganda, tanadagi suyuqlikni ushlab turadi. Agar qon tarkibida oqsil normadan kam bo'lsa, suyuqlik to'qimalarga sizib chiqib ketadi. Bu sizda aytganimizda shishni yuzaga keltiradi. Yana bir boshqa misolni olsak, bu tuz va suv bilan bog'liq buyrak yetishmovchiligida va buyrakning surunkali kasalliklarida buyrak tanangizdagi qabul qilinayotgan tuz va suvni qayta ishlay olmaydi. Shu sababli u tanangizda yig'ilib qoladi. Natijada bu ham oyoq shishiga sabab bo'ladi. Agar sizda buyrak kasalligi oqibatida oyoq shishi yuzaga kelayotgan bo'lsa, unda tuz qabulini va suv qabulini kamaytirish orqali hal qilishingiz mumkin. Lekin albatta buyrak kasalligi juda jiddiy muammo hisoblanadi. Shu sababli mutaxassis bilan maslahatlashib, o'zingizga yetarlicha ko'rsatmalar olishingiz kerak. Homiladorlik paytida oyoqlarning shishi bir xil ayollar uchun normadir. Bir xillar uchun esa homiladorlik asorati hisoblanadi. Preeklamsiya va eklamsiya deb atalgan asoratlar to'satdan homiladorlikning 20-haftasidan keyin yuzaga kelishi mumkin. Bunda qon bosimining ko'tarilishi va proteinuriya kuzatiladi. Natijada oyoqda ko'p suyuqlik to'planadi. Agar siz homilador bo'lsangiz va oyog'ingizda shunday holatni kuzatsangiz, o'zingizga ishonch hosil qilish uchun shifokorga murojaat qilishni unutmang. Sizga ma'lumki, yurak qonning aylanishi uchun muhim hisoblanadi. Agar u yaxshi ishlamasa, qonning barcha a'zolarga yetib borishi va ulardan qaytishi yomonlashadi. Lekin yurak yetishmovchiligi bu yerda oyoq shishiga sababchi bo'lishi mumkin. Buni shunday izohlash mumkin. Yurakni nasos deb ataydigan bo'lsak, qonni vena qon tomiridan olib, arteriya qon tomiriga beradi. Uning ishi buzilishi qonni vena qon tomiridan yetarli miqdorda ola olmaydi va yetarli kuch bilan arteriya qon tomiriga ham bera olmaydi. Natijada vena qon tomirida ko'p suyuqlik yig'ilib qoladi. Bu oyoq shishiga olib keladi. Shu narsaga ahamiyatingizni qaratmoqchimanki, yurak yetishmovchiligida shish ikkala oyoqda ham bo'ladi. Aynan o'ng tomonlama yurak yetishmovchiligida. Chunki yurakning o'ng tarafi vena qonini olib, uni o'pkamizga yetkazadi. Chap taraf yetishmovchiligida esa suyuqlik o'pkalarda yig'iladi. Qalqonsimon bez kasalligida ham oyoq shishlari kuzatiladi. Masalan, gipotireozda yoki yod yetishmovchiligida miksedema deb atalgan shish yuzaga keladi. Unda suyuqlik nafaqat oyoqlarda, balki tananing boshqa qismlarida ham to'planadi. Chunki qalqonsimon bezning ishi tanada ko'pgina o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Shu sababli oyoq shishi yuzaga kelsa, tiroid gormoniga tekshirtirish ham muhim. Bir qancha dorilar borki, ular oyoq shishiga olib keladi. Bu dorilarning nojo'ya ta'siri hisoblanadi. Bularga quyidagilarni misol qilib aytishim mumkin. Qon bosimini pasaytirishga yordam beradigan kalsiy kanal blokatorlar va beta blokatorlar, antidepressantlar, yallig'lanishga qarshi steroid bo'lmagan va steroidli dorilarning bir qanchasi, Parkinson kasalligiga qarshi dori pramipexol ham shishni yuzaga keltiradi. Gabapentin kabi nevrologik kasalliklarga qarshi dori, qandli diabetga qarshi ishlatiladigan pioglitazon va roziglitazon kabi dorilar ham shishni yuzaga keltiradi. Agar oyoq shishi siz qabul qilayotgan dori bilan bog'liq ekanligiga shubha qilsangiz, shifokoringiz bilan bu haqida gaplashishingiz kerak. Umuman men hozir yuqorida suv yig'ilishi bilan yuzaga keladigan oyoq shishini aytib o'tdim. Yana boshqa sabab bu yallig'lanish hisoblanadi. Yallig'lanishga shikastlanishlar olib keladi. Masalan, paylarning cho'zilishi, suyaklarning sinishi, yumshoq to'qimalarning lat yeyishi oqibatida yallig'lanish yuzaga keladi va bu o'z navbatida shishni yuzaga keltiradi. Bundan tashqari oyoq sohasida o'tkazilgan operatsiyalar ham shishga olib keladi. Masalan, tiza bo'g'imida o'tkazilgan jarrohlik muolajasi oqibatida bir necha oylab, hatto yil davomida ham sizda oyoq shishi yuzaga kelishi mumkin. Bunga sabab birinchi navbatda jarrohlik o'tkazilgan sohada hali ham yallig'lanish jarayoni bor. Bu limfa va vena tomirlar ishini qiyinlashtiradi va suv yig'ilishiga olib keladi. Ikkinchi sabab esa o'sha yuqorida aytib o'tganimdek yerni tortishish kuchi. Pastdan yuqoriga qarab suyuqlik ko'tarilishi qiyinlashadi. Yana bir sabablardan biri bu artrit, osteoartrit, reumatoidli artrit bo'ladi. Bunda siz shishlarni aynan bo'g'im sohasida sezasiz, chunki aynan o'sha sohada yallig'lanish kuchli bo'ladi va shishlar uzoq muddatgacha saqlanishi mumkin. Agar kimdadir oyoq shishi juda tez rivojlansa va teginib ko'rilganda issiqlikni his qilsa yoki qizarganlikni ko'rsa, bu tromb yuzaga kelishini ko'rsatadi yoki infeksiya oqibati ham bo'lishi mumkin.
Oyoqning vena tomirlarida trombning yuzaga kelishi qonni yurakka oqimini o'sha tomirda butunlay to'xtatadi. Bu ko'pincha chuqur joylashgan vena qon tomirlarida yuzaga keladi. Shu sababli ham uni chuqur vena trombozi deb yuritiladi. Bu asosan bitta oyoqda kuchli og'riq bilan yuzaga keladi. Yana oyoqlar shishib ketadi. Siz bu holatda zudlik bilan tez yordamga murojaat qilishingiz kerak. Oyoq shishi infeksiyaning belgisi bo'lishi ham mumkin dedik yuqorida. Diabetik neyropatiya bilan og'rigan odamlarda oyoq infeksiyalari xavfi juda yuqori bo'ladi. Agar sizda qandli diabet bo'lsa, har kuni oyoqlaringizni ko'zdan kechirish esingizdan chiqmasin. Chunki qandli diabetda oyoqlarning nerv tolalari shikastlanishi og'riqni susaytiradi. Natijada yara paydo bo'lganini siz payqamaysiz ham va bu oyoqda infeksiyani tez rivojlanishiga turtki bo'ladi. Agar siz shishgan oyoqda infeksiyalangan yarani ko'rsangiz va boshqa narsalarni sezsangiz, darhol shifokoringizga murojaat qiling. Ko'rib turganingizdek, oyoq shishi turli xil sabablar tufayli yuzaga keladi. Yuqorida aytib o'tganlarning bir qanchasi zudlik bilan davolanishi zarur va bu juda muhim hisoblanadi. Ayniqsa trombning yuzaga kelishi juda jiddiy. Agar sizda oyoq shishi yuzaga kelsa, ko'ngilni xotirjam qilish uchun shifokorga murojaat qilib va ular bilan maslahatlashish kerak. O'ylaymanki, video sizga ma'qul bo'ldi. Yana qanday mavzu to'g'risida bilishni xohlardingiz, shu haqida video ostida yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.